Mehrli tong shirchoyda aziz muxlislar Shahrudiy janoblari tomonidan Dunyo bu qo'shig'i bilan kutib olamiz. Marhamat. Marhamat. Shonu shuhratingga kirilma odam, ko'kka otib yerga urar dunyo bu. Topgan tillozarga berilma odam, sendan ham mendan ham qolar dunyo bu. Chiroyingga uchma hech aslo, sendan dahlakor yolg'onchi go'yo. Gapimni mag'zini chaqqinu illo, sendan ham mendan ham qolar dunyo bu. Kim tuygan umrga tuyganlar aytsin, hayotga ko'nglini qo'yganlar aytsin, suyagi chirigan o'tganlar aytsin, sendan ham mendan ham qolar dunyo bu. Dunyo bu, dunyo bu, dunyo bu, dunyo bu, sendan ham mendan ham qolar dunyo bu. Kafanda ketasan, kaponda emas, kafanning bitta ham cho'ntagi bo'lmas. Seni yutgan bilan och yer ham to'ymas, sendan ham mendan ham qolar dunyo bu. To'plagan mol dunyong senla ketmaydi, qancha orzu niyat ishlar bitmaydi. Kafanda baribir cho'ntak bo'lmaydi, sendan ham mendan ham qolar dunyo bu. Sinovli dunyoga kelgan bir qulsan, tobutni ichiga kirganda jimsan. Mayit deyishadi, sen asli kimsan, sendan ham mendan ham qolar dunyo bu. Shonu shuhratingga kirilma odam, ko'kka otib yerga urar dunyo bu. Topgan tillozarga berilma odam, sendan ham mendan ham qolar dunyo bu. Dunyo bu, dunyo bu, dunyo bu, dunyo bu, sendan ham mendan ham qolar dunyo bu. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu Har alaykum. Keling, marhamat. Keling mehmon, to'g'ri yo'ling. Bu tomonga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tongingiz xayrli bo'lsin. Keling, bu tomonga o'tiring. Safimizga joylashing. ijtimoiy tarmoqda bu qo'shiq juda ham bir ommaviy tarzda qabul qilinyapti. Ya'ni o'sha keng tarqalyapti desam to'g'riroq bo'ladi. Shunda ham ibratli, ham ma'noli. Erta tongdan biror bir yomon niyat bilan chiqmoqchi bo'lgan endi bu insonlar bo'lmasin. Yomon niyati bo'lsa toqda bu qo'shiqda keyin o'zgarish kerak. Sekin orqaga qaytib, boshqadan chiqadi. Endi bo'lishi mumkin-ku, bugun palonchidan bir $10,000 olsam, shunaqa kiydirib ketaman deb niyat bilan chiqib, ashulalarni eshitib
Yo'q, bu ishni qilish kerak emas ekan. Ne'mataka. Mayli 5000 olaman. Va qaytmaydigani qaytmaydi lekin shunaqalari bor. Ha, endi bor. Endi keling, muxlislar bilan so'rashib olasiz. Shirchoy muxlislari bilan marhamat. Albatta. Assalomu alaykum. Shirjoy ko'rsatuvining muxlislari. Barchalarga xayrli tong deymiz. Bugungi kuninglar xayrli barakotli kelgan bo'lsin. Yo'q, qo'y. Va endi faqat qo'shiqdan ovozdan shunaqa desam, hayotda gapirishlari ham, gapirishlari ham o'sha pastki registr deymizmi? Sahna nutqi bilan aytganda pastki registr, ya'ni o'sha juda ham bir pastdan gapiradigan insonlar bo'ladi. Assalomu alaykum. Insonlardan ekanlar. Unda juda ham yaxshi.